2024 yıl vegetatsiya başlandı Xudo qolsa. Bugün mana 10 Mart. Deylik Rano Suçları Başkarması'da arka kaskad nüfus sensasida 4-chi su stansiyasi. Hozir suv aydyapti Xudo qolsa. Kanalga tushadi. Bir yerga jirib o'tadi Xudo qolsa. Ko'p yildan beri mendan 20 yildan beri hareket. Buna bu yılғы mine Qanbek Bizanishga bir Abdash Karimovich mamlakat aqchani yaxshi ko'rdi. Men sizga solishtirmani qisqa aytib qo'ying. Buga cheyingi 19-18-yilları Jambu yemiga bergan. Jambu deylik nasoslik stansiyasini içine qo'shib kirib 13-14 milyon berib turgan. Bo'lgan. Jetmay bardi metde janjallarni biletdingizlar. Demek bu 2 yıldan beri yaxshi ko'rinib o'tadi. 32, 35, 30 milyon dollar. Şunun içinde былтыр 17 milyon sarf aldık bu yerga. Kaskatga. Kaskatning o'ziga ketgan ақша. Bu yilda o'sha tegiragida bo'ladi. Ama jalpini men aytgan boshqadan chiqarib, o'sha buradagi yillardan solishtirmali ko'p ақша sarflab o'tadi. Men albatta bizde adistler qo'ldan kelganini jasaydi, biroq uyushtiruv ishlariga bunday yemin men yodi emas, faktni aytdim, ko'p vositada подтверждение berishlar eng erta suv berilgan bu yil bo'lib o'tadi.